Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hazreti Sufullah rahimahullahning Sabatul Acizin kitobini sharhiga oid suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kechagi suhbatimizda ubudiyat, ya'ni bandalikni bayoni xususida so'z borgan edi. Qullik nimadan iborat? Shu savolga javob bergandilar. Endi keyingi bo'lim, keyingi fasl ma'rifatullohning bayonidir. Allohni tanishning bayoni. Alloh taoloni biz qanday tanishimiz kerak? Qanday Alloh taolo borasida e'tiqod qilishimiz kerak? Shu xususda bo'ladi. Alloh taoloning sifatlari bor. Alloh taologa isbot qiladigan sifatlarimiz bor. Alloh taolodan nafiy qiladigan, ya'ni Alloh taologa bu sifatlar oid emas, Alloh taolo unday emas deb Alloh taologa u narsalarni nisbat berishdan saqlanadigan sifatlar bor. Buni kitoblarda salbiy sifatlar deydi. Ya'ni Alloh unday emas desangiz, mana shu salbiy sifat bo'ladi. Subuti degan nima degani? Alloh taologa nisbatan mana shuni isbotlaymiz. Alloh shundaydir deganimiz subuti bo'ladi. Bu bobda o'sha salbiy sifatlar, Alloh taoloni qanday e'tiqod qilishimiz kerak? Alloh taolo nimalardan munazzah, pok deb e'tiqod qilishimiz kerak? Shu xususda gap boradi. Ya'ni aqida kitoblarida keladigan salbiy sifatlar deb qo'yadi-yu, o'shalar haqida boradi. Aytadilarki, Xudovandiki birdir beshaku rayb. Ravo yo'qdir anga o'rtoq ila ayb. Robbimiz, Xudoyimiz shunday zotdirki birdir, bittadir, yakka yagonadir. Beshaku rayb, hech qanaqa shak shubhasiz. Ravo yo'qdir anga o'rtoq ila ayb. Unga o'rtoq bilan ayb joiz emas. Hech qachon unga teng keladigan, unga barobar bo'ladigan narsa mavjud emasdir. Qul huvallohu ahad ni oxirida valam yakul lahu kufuwan ahad deydi-yu. Mana shu surani tafsirga oid so'zlar bu yerda. U yagonadir, yagonadir. Uni barobari yo'qdir. Bu yerda o'rtoq degandan barobar, sherik degan narsadan nazar tutilyapti. Va aybam u zotga ravo emas. Ya'ni joiz emas. Alloh taolo har qanday nuqson, aybdan pok bo'lgan zotdir, pokiza bo'lgan zotdir. Aning farmonidan hech kim qutulmas, tavonodir hamisha o'zga bo'lmas. Uning buyrug'idan hech kim qutulmaydi. Alloh taolo nimani iroda qilib buyurgan bo'lsa, shunday bo'lish kerak va bo'l deydigan bo'lsa, o'sha narsa bo'lmasdan qolmaydi. Tavonodir, u har narsaga qodir bo'lgan zotdir. Hamisha, doim shundaydir, o'zga bo'lmas. Boshqacha bo'lmaydi. Alloh taoloni qudrati abadiy va azalidir. Alloh taolo doimiy qodir bo'lgan zotdir. Ya'ni uning sifatlarida o'zgarish bo'lmaydi demoqchi. O'zga bo'lmas degani, hamisha tavono, hamisha qodirdir, o'zga bo'lmas, undan boshqacha bo'lmaydi. Yurur avval barcha olamni xudosi, aning yo'q ibtidosi, intihosi. Barcha olamni xudosi avval erur. Bu yerda shu Qur'oni Karimda kelgan huval avvalu val axir oyatiga ishora. To'g'ri, mutakallimlar, aqida ulamolari qadim so'zni ham ishlatishadi, lekin Sufullah rahimahulloh bu yerda shu Qur'onning o'zida kelgan avval so'zini, avval degan sifatni ishlatyapti. U avvaldir. Ya'ni uni ibtidosi ham, intihosi ham yo'qdir. U zot hamma narsani yaratgan. Nimaiki yaratilgan bo'lsa, avval degani. U zotning qudratiga borib taqaladi, to'xtaydi degan. Nimaiki dunyoda sodir bo'lsa, olamda, koinotda, mavjudotda bir narsa bo'lsa, u zotga borib
taqaladi. U avvaldir. Uni boshida, ya'ni uni yaratuvchi, unga ta'sir o'tkazuvchi Alloh taolo bo'ladi. Va uning ibtidosi ham, intihosi ham yo'q. Azalda bor va abadul abad bor bo'ladi. Boshlanishi ham, oxiri ham yo'q bo'lgan zotdir Alloh taolo. Alloh taoloni shunday tanishimiz kerak. Erur hozir hamisha yo'q makoni. Anga qilgan emas sabqat zamoni. U hozir erur. Ya'ni har joyda hozirdir demoqchi. Endi bu narsa hozir degani hamma joyda bo'ladigan bo'lsa, u zot hamma joyda bo'ladigan bo'lsa, demak joyiga ega bo'lar ekanda degan narsa chiqadi-da. O'shanga aytadiki, yo'q makoni yo'q. Ya'ni u jismi bilan hozir emas, ilmi bilan hozir hamma joyda. Tushundingizmi? U hozir hamma joyda ilmi bilan. Qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan degani, Alloh taolo sizlar bilan, ya'ni ilmi bilan. Bu ilmi sizlarni bilib turibdi degani bo'ladi. Tushunarlimi? Erur hozir, hamisha hozirdir. Har joyda hozirdir, lekin ilmi bilan. Makoni yo'q. Har joyda degani makon tutadi degani emas Alloh taolo. Anga qilgan emas sabqat zamoni. Alloh taolodan oldin zamon o'tmagan. Alloh taolo na makonga, na zamonga muhtoj. Sababi zamonni ham, makonni ham Alloh taoloni o'zi yaratgan. Shuning uchun Alloh taoloniga makonni ham nisbatini berib bo'lmaydi. Zamonni ham nisbatini berib bo'lmaydi. O'zi beshubhadur, ham benamuna. O'zi beshubhadur, ham benamuna. Ravo irmas anga chunu chiguna. O'zi beshubha bo'lgan bor zotdir. Ham benamuna degani o'xshashi yo'q degani. O'sha laysa kamislihi shay'a, unga hech narsa o'xshamaydi degan oyat karima bor. O'shanga ishora, beshubhani berayib deb tushunsangiz ham bo'ladi yoki shibhdan chiqqan nima? O'xshashi yo'q degan. Ikkala benamuna keyingi ta'kid bo'ladi. Uni o'xshashi yo'q bo'lgan zotdir Alloh taolo. Alloh taolo hech narsaga o'xshamaydi. Na zotida, na sifatida hech narsaga o'xshamaydigan zotdir. Unga chuni chiguna degani chun degani nima uchun degani. Alloh taolo bir ishni qilsa, nima uchun bunday qildi deb e'tiroz joiz emas. Va chiguna unga o'xshaydigan bir narsani bo'lishi joiz emas. Ya'ni unga hech narsa nima qilmaydi? Nima qilmaydi? O'xshamaydi. Ko'ngilda ketsa ko'zga tushsa har shay, erur andir munazzah xoliqu shay. Xoliqi shay. Ko'ngilda ketsa ko'zga tushsa har shay, erur andir munazzah xoliqi shay. Xoliqi hay ekanmi? Hay bo'lsa, bu yerda ham hay ekan, shay o'qma. Ko'ngilda ketsa ko'zga tushsa har shay, erur andir munazzah xoliqu hay. Endi xoliqu hay o'qiymiz zamma bilan. Endi ulamolar insonlarga Alloh taborak va taolo borasidagi e'tiqodni yengillashtirish uchun, oson qilish uchun bir so'z aytib ketishgan. Alloh taolo hech narsaga o'xshamaydi. Uni zoti ham, sifatlari ham hech narsaga o'xshamaydi deganimizda odam baribir o'ylab qolishi mumkin-ku. O'ylab qolishi mumkin. Bunaqa emasmikin deb turib. Shuning uchun ulamolar bir qoida aytishganki, siz nimani o'ylasangiz ham Alloh taolo unaqa emas. Shunday e'tiqod qilish kerak. Ko'nglingizga qanday kelsa ham, ko'ngilingizga bunaqamikin deb kelsa ham, va ko'zingizga bir kelsa, bundaymikin deb bir tasavvur kelsa, xayolingizga yo bir tasavvur keladigan bo'lsa, ko'ngilingizga bir narsa tushadigan bo'lsa-ki, shunaqamikin deb Alloh taolo undan boshqachadir. Bu tashbihni yo'qotish uchun aytilgan bir oson qoida insonlarga. Dunyodagi hamma inson, milliard inson shunaqamikin deb o'ylaydi, tasavvur qiladi, xayoliga keltiradi, yo ko'zida bir suratni gavlalantiradi. Alloh taolo unaqa emas. Shunday e'tiqod qilsangiz, oson bu. Hamma shunday deb bilib olsa, Alloh taolo haqidagi e'tiqodi komil bo'ladi. Alloh taolo borasidagi tashbihga yo'l qo'ymaydi shunda, Alloh taolo borasida.
Tushunarlimi? Sufallohi rahimahulloh ham o'sha qoidani bayon qilib ketyaptilar. Ko'ngilda bir narsa ketsa, shunaqamikin degan. Ko'zga bir narsa tushsa, shunaqamikin degan. Alloh taolo xoliqu hay bo'lgan zot undan munazzahdir. Unday emasdir, undan pokdir. Udur hokimki hukmin o'zga etmas. Aning zotiga hech kim aqli yetmas. U hokimdirki hukmini o'zga etmaydi. Hukm qildimi, hukm qilgandan keyin uni boshqacha qilmaydi. Ma yubaddalul qawlu ladayyami? Qavl o'zgartirilmaydi meni huzurimda. Men hukm qildim, bo'ladi. Birov kelib uni o'zgartira olmaydi. Alloh taoloning hukmini hech kim o'zgartira olmaydi. Aning zotiga hech kim aqli yetmas. Uni zotiga hech kim aqli yetmaydi. Shuning uchun hadis shariflarda nima deganlar? Pastda ham keladi. Zot haqida fikr qilmanglar, Alloh taoloning sifatlari haqida fikr qilinglar. Farishtalar, nabiylar yetmadilar. Bo'yin sundilar, fikr etmadilar. Bo'yin sundilar, fikr etmadilar. Xo'p, farishtalar, nabiylar Xudoning zoti qanaqaligiga yetib bormadi aqllar. Aqli yetmadi deyapti-yu. Hatto farishtalar, payg'ambarlar endi bo'ysundilar, fikr etmanglar deyildi zoti borasida. Bu hech narsaga o'xshamaydi dedi. Tamam bo'ysundi shunga va fikr etmadilar. Qanday ekan, undaymikin deb fikr etmadilar. Vali fikret Xudoning qudratiga, ajoyib ishlariga, san'atiga. Lekin sen zotida fikr qilmasang, seni fikr qiladigan boshqa bir narsaga yo'llayman deydiki, uni qudratiga fikr qilgin. Allohning qudrati borasida tafakkur qilgin. Ajoyib ishlariga, ajoyib ishlari borasida tafakkur qilgin. Uni san'atiga, yaratgan narsalari borasida fikr qilgin. Paydo qilgan narsalar borasida fikr qilgin. Masalan, bir misol. Mana shu qo'l, kaftgacha bo'lgan qism. Qo'lni yaratishlikdagi eng mukammal holat shu. Imom G'azzoliy aytadilarki, butun olamni donishmandini yig'ib kelsangiz ham deydi. Olimi, ulamosiyu, donishmandiyu, fozilini yig'ib kelsangiz, odamni, insoniyat hammasini. Shundan qulayroq variant hech kim taklif qila olmaydi. Eng mukammal holatda yaratilgan mana shu. Bu Allohning qudrati, Allohning san'ati bu. Qo'lni shu bosh barmoq bu yoqqa chiqarilib, to'rtta barmoq bu yoqda qilingani bu eng mukammal holat qo'l. Xohlasangiz o'ylab ko'ring. Bundan ko'ra afzalroq shaklda variant chiqara olaman deb kim chiqara olar? Hech kim chiqara olmaydi. Bu tirnoqlarni qarang, tirnoqni o'zini. Tirnoq. Uchiga nima qilingan-a? Buni deydi bitta vazifasini aytsangiz o'zi kifoya qiladi. Siz bir joyingiz qichishsa, ko'rmaysiz, bilmaysiz, o'zi borib topib qashib keladi. To'g'rimi? O'zi borib qashib keladi. Agar bu ham tirnoq bo'lmaganda inson kichkina narsalarni usha olmasdi hech qachon. Undan tashqari hamma yoqqa tegadi-yu. Kitob ushasimi, taxtaga tegadimi, temirga tegadimi? Nimaga tegsa ham bu mana bu titilib ketgan bo'ladi barmoqning uchi. Barmoqning uchi. Shuning uchun tirnoq qo'yildi bunga. Eng odamdagi nazarga ilinmaydigan bir nima, a'zo. Bunday qilsangiz cho'mich bo'ladi. Bunday qilsangiz tovoq bo'ladi. Bunday qilsangiz mush bo'ladi. To'g'rimi? Bu birovni boshini silasangiz dunyodagi eng yumshoq narsaga aylanadi. Birovni uraman deb jazolasangiz dunyodagi eng qattiq narsaga aylanadi. Siz u Allohning zotida emas, siz san'atida, ajoyibotlarida, qudratida tafakkur qiling, tafakkur qilaman. Shu odamning quloqning ikkitasi teshiklar jamlashgan joyda ikkita nima bor ekan? Chuqur joy bor ekan, o'sha yerdagi suyuqlik bo'lar ekanda. Odamning harakatini balansini ushlab turar ekan. O'ng oyoqni bosganingizda bu tarafni
hali suyuqlik sal ko'tarilar ekan. Shu bilan balans ushlab turar ekan. Bu bundoq. Agar shunday qilib yaratilmasa deydi ulamolar. Shu o'rtacha 70-80 kilomi odam shu vaznda inson ko'tarib turish uchun oyog'i 45 sm bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Oyoq 45 sm bo'lishi kerak. Bitta shu og'irlikni muvozanat saqlab yurishlik uchun. Alloh taoloning qudrati, ajoyibotlari, inson o'zini o'ylasa, o'zingiz nafsingizda qancha Allohning ajoyibotlari bor, Allohning oyatlari bor, Allohning birligiga, xoliqligiga dalolat qiluvchi qancha bir alomatlar bor. Xo'p. Gapirsak endi tugamaydi, darsni davom ettiramiz. Endi Alloh taoloning 8 sifatining bayoni. Ahli sunna val jamoa Alloh taologa 8 ta sifatning nisbatini beradi. Sufallohi rahimahulloh ham ana shu 8 sifatni bayon qiladi. Subutidur aning 8 sifati. Sifat zoti emas, g'ayri zoti. Subutidur aning 8 sifati. Sifat zoti emas, g'ayri zoti. Sufallohi rahimahullohning bu Sabotul Ojizning yana bir farqi boshqa kitoblarda. Nasihatda ham qo'shdim deganlar u aqidani bayon qilib bo'lgandan keyin, lekin orada ham insonlarga tushunarli qilib turib nasihat qilib ketadilar. Masalan, boshqa kitoblarda aqida shunday bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday e'tiqod qilish kerak, bunday e'tiqod qilmaslik kerak deyiladi. Bu kishining kitoblarini xususiyati boshqalardan yana farqi shuki, qanday aqidani qaysi joyi muhimligini bayoni uchun ba'zi so'zlarni aytadi, sizga ta'sir qiladigan. Yoki mana bunday e'tiqod qilmadigan o'rinda ham ba'zi so'zlarni chiroyli qilib aytib ketadiki, siz undan ogoh bo'lishingiz uchun. Mana farishtalar, nabiylar yetmadilar. Bo'yin sindilar, fikr etmadilar. Quruq misol Allohning zoti borasida tafakkur qilmay, u hech narsaga o'xshamaydi desa bo'ladi, lekin sizga misol qilib aytyaptiki, farishtalar, nabiylar yetmadi degandan keyin oddiy odam nima deydi? Hay deydi. To'xtash kerak ekan-da deydi. Hop, keyingi bobda ham buni uchratishimiz mumkin masalan. Alloh taolaning 8 sifati subutidir. Sifat zoti emas, g'ayri zoti. Alloh taologa ahli sunna val jamoa sifatlarini nisbat berar ekan, ba'zi mu'tazila, bu toifalar sifatlar ham qadim bo'lish kerak o'z-o'zidan, boshlanishi bo'lmaslik kerak Alloh taoloning zoti kabi. Bu sifatlarni nisbat beradigan bo'lsak nima bo'ladi? Qadimlar ko'payib ketib qoladi deydi. Maxluq bo'lmagan qadimiy zotlar ko'payib ketib qoladi desa, ularga aytiladiki, yo'q. Sifat deganda biz Alloh taoloning zoti emas, u sifati. Sifat boshqa narsa mafhumda. Sifat deganda boshqa narsani tushunamiz. Zot deganda boshqa narsani tushunamiz. Shuning uchun nima? U shunaqalar qadim bo'lib ketadi degan narsa bu yerda chiqmaydi. G'ayri zoti degani zotidan boshqa ham emas degani. Sifatlar Alloh taoloning zotini o'zi ham emas. Zoti deb tushunmaymiz. G'ayri zoti zotidan hech qachon ajramaydi. Tushunarlimi? Shunaqa deydigan bo'lsak, haligi zot sifatga bog'liq. U qadimligi sifat zotga bog'liq bo'lgani uchun qadim. O'zi mustaqil ravishda qadim emas u. Shuning uchun aytayaptiki, shu g'ayri zoti sifati zot ham emas. Zotidan boshqa ham emas desangiz, haligilarning shubhalariga javob bo'ladi bu. Tushunarlimi? Endi o'sha 8 sifatni bayon qiladi. Hayotu ilmu qudrat ham basar sama. Iroda u kalom takvindur ey shama. Ular hayot sifati bor Alloh taolo. Tiriklik degani ilm, qudrat, basar. Ilmni bildik, qudratni bildik, qodirlik. Basar ko'rmoq, sama eshitmoq. Nechta bo'ldi? 5 ta. Keyingisi iroda, Alloh taolo iroda qiladi bu narsalarni. Iroda qilib yaratadi. Keyingisi kalom, Alloh taoloning kalom sifati bor. Keyingisi takvin, paydo qilish sifati bor. Paydo qilish sifati bor. Bu esham deyapti, esham chirog'im, shularni bilib olgin deyapti.
Tushunarlimi? Ularni endi birma-bir bayon qilib chiqiladi. Hayot o'ldirki, tirikdir, o'zga bo'lmas. O'lar harzu nafs, hargiz u o'lmas. Hayotni shunday tushunamizki, u tirikdir, o'zga bo'lmas. Boshqacha bo'lmaydi. Doim abadiy hayyun la yamut, doim hay bo'lgan zotdir. Har jon egasi o'ladi, u hech qachon o'lmaydi. O'zini zotidan haydur o'shal shoh, va lekin jismila jondan munazzah. Tirik degani o'z zotidan kelib chiqib tirikdir u podshohimiz. U boshqalarning singari jism bilan jondan munazzahdir. Jismi bor u, keyin joni bilan o'sha jism tirik turibdi degani emas u. Alloh taolo da o'zi hayot, o'zidan kelib zotidagi bir nima sifat bor, tiriklik sifati bor. Kerakmasdir Xudoga hech qayu shay. G'anidur barcha olamdan o'shal hay. Alloh taologa hech narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas. Masalan, mana shu sifatlarda ham, tiriklikda ham bir narsaga muhtoj bo'lib, bir narsa vositasi tirik turmaydi. Kalomda ham, gapirishda ham, eshitishda ham, ko'rishda ham bizni singari, boshqalarning singari bir vositaga, bir narsaga muhtoj emas. Chunki u g'anidir. Val g'aniyyumi? Allohul g'aniyyu va antumul fuqaro. U g'aniy bo'lgan zotdir, behojat degan. Hech ham ehtiyoji yo'q. Sizlar faqirsizlar, sizlar muhtojligingiz bor. Har narsaga ko'rmoqchi bo'lsangiz, ko'zga muhtoj bo'lasiz. Eshitmoqchi bo'lsangiz, eshitishga muhtoj bo'lasiz, deyapti Alloh taolo. Agar munda yuborursan ko'ngilni, sodir shayton ko'ngilga o'zga yo'lni. Hop, tepada bitta qolib ketibdi. Emas muhtoj hech ishga Haq taolo. Yubormagil ko'ngilni shay bu bola. Yubormagil ko'ngilni shi bu bola. O'qiymiz. Alloh taolo hech ishga qodir emas. Yuqoridagi gaplarda o'tdi buni sharhi. Ko'ngilni past balandga olib bormagin. Tirikmi? Zoti bilan tirik degan bo'ldi. Bu yog'iga qanaqa ekan, nima ekan deb o'ylab ketaversang bo'lmaydi. Past baland narsalarga ko'nglingni yubormagin. Agar munda yuborursan ko'ngilni, solur shayton ko'ngilga o'zga yo'lni. Solur shayton ko'ngilga o'zga yo'lni. Agar bu borada sen bu masalada ko'ngilni har taraflarga yuborar ekansan, har past baland narsalarga yuborar ekansan, shayton senga boshqa yo'lni solib qo'yadi endi. Senga tashbih va tajsim yo'llarini olib ketib qoladi. Tanzih Alloh taoloning aybi nuqson bandalarga o'xshashlikdan munazzah pok deb e'tiqod qilish yo'lidan boshqa tarafga nima qiladi? Olib ketib qoladi. Xo'p, hay sifatini o'tdik. Sifatining biridir ilm yora, erur donoyi g'aybi oshkora. Sifatini bittasi ey yor, ey do'stim deyapti. Ilmdir. U g'aybi oshkora narsalarning olimidir. Ya'ni bizga nisbatan asli o'zi g'aybi oshkora degan narsa. Ochiq u g'ayb, bizdan yashirin narsalarni, har narsani bilib turadigan zotdir. Allohning bir sifati ilmdir. Bilur har kimda bo'lsa ma'rifatdan, biri qudrat erur 8 sifatdir. Xo'p. Sifatining biridir ilm yora, erur donoy g'aybi oshkora. Keyingisi xaloyiqdan ulug'dir yo kichikdir. Bo'libdir har na ish yo bo'lg'uluqdir. Turishdir yo yurishdir xayru shardin. Nakim teksa anga naf'u zarardin. Ko'ngilga tushsa qaysi holi pesha, emas pushida ilmidin hamisha. Hammasi bitta bayt. Ya'ni haloyiq ichida ulug'mi, u kichikmi, yaratgan narsalarning ichida kichkinami, kattami? Ha, ularning hammasini. Har ish bo'ptimi dunyoda shu mahalgacha va endi bo'lg'uluqdir, endi bo'ladi. Bu olam, bu koinot, bu mavjudotda bir ish bo'lgan yoki endi bo'ladi. Hammasini turishdir, kimdir turyapti. Yo yurishdir, kimdir yuryapti. Yo xayru shardin, yo nima qaydadir yaxshilik bo'lyapti, qaydadir yomonlik bo'lyapti.
kimgaiki foyda tekyapti, kimga zarar tegyapti, kimdir foyda olyapti nimadandir, unga foyda kelyapti, kimdirga zarar tegyapti, aziyat yetyapti. Ularni hammasi. Undan tashqari odamni bu zohiriy narsalar. Ko'ngilga tutsa qaysi holat pesha, qaysi holat, holi pesha degani bir oldindagi bir holat degani. Odamning ko'ngliga bir holat tushadigan bo'lsa, nimaiki ko'nglingizga tushadigan bo'lsa, emas pushida ilmiydin hamisha. Uni ilmidan to'silgan emas hamisha. Doim Alloh taolo uni bilib turadi. Ilmidan hech narsa to'silgan, yashirin qolmaydi. Mana shunday e'tiqod qilish kerak. Farzandlarga, yoshlarga mana shu aqidani o'rgatish kerak inson. Tavhid shu asli. Mana shu aqidalar. Endi keyingi bir sifatga o'tadilar. Bilur kimda bo'lsa ma'rifatdan, biri qudrat erur 8 sifatdan. Kimda bir ma'rifat bo'ladigan bo'lsa, Xudoni tanish bo'ladigan bo'lsa, ozgina ilm bo'ladigan bo'lsa, o'sha 8 sifatdan bittasi qudrat ekanini yaxshi biladi. Nafslik yo nafssiz budi nobud. Nakim ikki jahonda bo'lsa mavjud. Zarardur, nafa'dur yo xayru shardur. Yaqin bilgil qazo birla qadardur. Qarang. Bir narsa nafslimi? Nafasli desam bo'ladi. Jonlimi, jonsizmi? Bud bo'ldimi yoki nobud bo'ldimi? Bo'lib turib nobud bo'ldi, yo'qoldimi? Nimaiki ikki jahonda bo'ladigan bo'lsa, u zararmi yoki foydami, yo yaxshilikmi, yomonlikmi? Yaqin bilgil degani, aniq ishonch bilan bilginki, u qazo birla qadar hisoblanadi. Alloh taoloning qazosi qadari bilan bo'ladi. Xaloyiqni jami'i fe'li qavli. Jami'i fe'li qavli emas bir zarra betaqdiri mavli. Odamlarning har qanday ishi ham, gapi ham, fe'li ham, qavli ham, ishi ham, so'zi ham bir zarra Mavloning taqdiridan xoli emas. Alloh taolo belgilab taqdir qilib qo'ygani uchun bo'lgan. Iroda aylagach xalloq olam. Har ishni bo'l dedi, bo'ldi o'shalda. Hammasini Alloh taolo o'zining qudrati bilan bayon qildi va qudratini bilan bayon qildi. Qudrati bilan yaratdi. U hammasi qadar qazodir, hammasini belgilab, hukm qilib qo'ygan narsalar hammasi. Endi u olamni yaratuvchi zot bir narsani iroda qilsa, bo'l desa, o'shaldan bo'ladi. Bo'l dedimi? Bo'ladi. Na etsa erki bordir, qudrati bor. Qo'li birla yaratdi dema zinhor. Nima qilsa ham erki bor, ixtiyori o'zidagi zot. Qudrati bor. Nima qilsa ham o'z ixtiyoriga ega, o'z irodasiga ega zot. Birov hech qachon u zotni bir narsaga majbur qilmaydi, qila olmaydi. Qudrati bor. Endi hammasini yaratyapti. Uni Alloh taolo qo'li bilan yaratdi demagin. Alloh taolo nimasi bilan? Qudrati bilan yaratgan bo'ladi. Tushunarlimi? Qo'li bilan demagin. Nimaga? Tilingni saqla munda qavli baddin. Munazzahdur Xudovandim jasaddi. Bunaqa yomon gapdan qo'lingni saqla, tilingni saqlagin. Bu Alloh taolo jasaddan, jismdan munazzah pok bo'lgan zotdir. Endi shu yerda savol chiqadiki, odamni qo'li bilan yaratdi degani oyatda keladimi? Bu yerda endi qo'li bilan yaratdi demagin deyapti. Qo'li bilan yaratdi degani jism bo'lgan yoki qo'lni qo'l bor o'zi, haqiqiy qo'l, lekin boshqa bandalarnikiga o'xshamagan qo'l demagin deyapti. Tushundingizmi? Endi unda u oyatlarda, hadislarda kelgan-u degan savol chiqadigan bo'lsa, bunga javob beryaptilarki, kalomi haqda kim uchun ayladi yod, aning bir vasfidir ey odamiy zot. Aimma bildi Qur'on ma'nisini tuz, ko'ngilni qo'ymag'ilsan harqa yuz. Qarang, haqda, kalomi haqidaki uni Alloh taolo o'zi yod qildi, qo'li bor dedi. Yadullohi fawqa aydihim.
uning yadi ularni yadlarini ustidadir dedi. Shunga o'xshagan haqida kelgan, kalomi haqida kelgan, Qur'onda kelgan narsalar, Alloh o'zi zikr qilgan narsalar nima deymiz unda desa, uni bir vasfi deb bilamiz, ey odamzod deyapti. Tushundingizmi? Uning bir sifati deb bilamiz. Uning a'zosi, jismi deb bilmaymiz. Ba'zilar aytgandek, haqiqatini isbot qilamiz, lekin boshqalarning qo'liga o'xshamagan, boshqalarga o'xshamagan deb ham aytmaymiz bir. Vasfi, sifati deymiz. Bu borada bilasizlar, bunga o'xshagan bular mutashobih oyatlar deyiladi. Mutashobih sifatlar deyiladi. Mutashobih sifatlar borasida nima deyishimiz kerak? Mutashobih sifatlar borasida ikkita yo'l bor. Bittasi salaf mutaqaddimin ulamolarning, sahoba, tobiinlarning yo'liki tahfiz qilamiz. Qiroat shunday keldimi, shunday kelgan. Qanday ekan desa, qanday ekan degan narsa bo'lmaydi bu yerda. Uni qanday tafsir qilamizda, tafsiri yo'q. Tafsiruha qiroatuha. Uni tafsiri, uni qiroati deymiz. Tushunarlimi? Bitta yo'l shu. Imom Maturidiy rahimahullohni aytgan yo'llari. Endi u kishida yana bir narsa bo'ladi. Mutaaxir ulamolarni, xalaf ulamolarni, ahli sunna va jamoani ulamolarining yo'li arab tili ko'taradigan shaklda va o'sha qat'iy oyatlarga muxolif bo'lmagan tariqada ta'bir qilamiz. Sen bizning ko'zimizdasan deganda biz sen bizni himoyamizdasan deb ta'bir qilamiz. Bu nima uchun bunaqa bo'lgan? Shu oldingi ulug'larning yo'lini o'sha salaf solihinlarni yo'lini davom ettirsa bo'lmasmidi desa, endi har xil toifalar chiqdi keyinchalik. Boshqa dindan odamlar qo'shildi, boshqa mintaqalardan endi bu borada turli toifalar kirib, bu nimaga endi? Shu yerda kelyapti-yu. Nima bo'ldi endi qo'li bor desak? Nima bo'ldi? deb turib, ana bu tahfizni tushunmagan odamlarga ta'bir qilib beriladi. Ta'bir qilib berilgan, shunga muhtoj bo'lingan, mustar bo'lingan deyiladi. Shuning uchun bu ikkita yo'l bor. Lekin haqiqatini isbot qilish degan narsa hozirgi ba'zi odamlar aytayotgandek, nimaiki kelgan bo'lsa, hammasini haqiqatini isbot qilamiz deydigan bo'lsangiz, unda bo'lmaydi. Unda bir hech kim aytmagan yo'lga tushib qolinadi. Qo'li bor, qo'lga o'xshash emas. Desa nima degani u? Jism emas, qo'li bor, qo'llarga o'xshamagan. Deganda biz mujassima emasmiz. Qo'li bor deymiz, lekin boshqa qo'llarni singari emas deb qo'yapmiz-u desa, u bilan jism isbot qilishdan chiqib ketib qolmaydi. Tushundingizmi? yoki biz jism deymiz, lekin boshqa jismlarga o'xshamaydigan desa, bu nima degan gap bo'ladi? Nima deb tushunish mumkin buni? Shu bilan biz jism isbot qilishdan chiqib ketyapmiz deb ayta olmaymiz. Shuning uchun uni vasfi deb bilamiz. Sufallohi rahimahulloh ham salafning gapini aytyaptilarki, bir sifati deb bilamiz. Qo'li deb turib, sen men tushungan qo'ldaqa tushunmagan ularni. Yaratganda hamma narsani qudrati bilan yaratdi degan. Aimma bildi Qur'on ma'nisini tuz. Ko'ngilni qo'ymag'il san har qayuyuz. Bizi o'tgan peshvolarimiz, imomlarimiz Qur'on ma'nosini juda yaxshi bilishgan. Qayerda nima kelganini yaxshi bilgan, qaysini qandoq tushunishni yaxshi bilgan. Shuning uchun har qayu yuz degan har qayu taraflarga ko'ngligini qo'ymagan deyaptilar. Tushunarlimi? Basar ham sama aning vasfidir bilo shak. Basar ham sama aning vasfi bilo shak. Dir degani yo'q ekan. Basar ham sama aning vasfi bilo shak. Basar ma'nisi ko'rmak, sam eshitmak. Basar ma'nisi ko'rmak, sama eshitmak. Ko'rish ham eshitish ham uning sifatidir. Bilo shak, beshak uning sifatidir. Basarning ma'nosi ko'rmak, sama'ning ma'nosi eshitmoqdir. Lekin mavjud erur dunyoyu dinda, falakdan yuqori zeri zaminda,
Eshitmak, ko'rmagi beshubha-yu rayb, erur birdek hamisha zohiru g'ayb. Eshitmak, ko'rmagidir qudratiydin, quloqdin, ko'zdin ermas, bilgilay tan. Eshitmak, ko'rmagidir qudratiydin, qudratidan o'qirkanmiz, sababi oxirida tan kelyapti. Eshitmak, ko'rmagidir qudratidan, quloqdin, ko'zdin ermas, bilgilay tan. Demak, eshitmog'i, ko'rmog'i, ko'rish va eshitmoq uni sifati, ikkita sifati. Nimaiki dunyoyu dinda bo'ladigan bo'lsa, dunyoyu dinda bu past dunyoda degan bo'lishi ham mumkin. Yoki din va dunyoda. Shunday ikkalasiga oid har narsa bo'lsa, falakdan yuqori, zeri zaminda, osmondan tepada bo'lsin, u yerni ostida bo'lsin. Endi ikkalasini aytgandan keyin o'rtasidagi batariy qavli ma'lum bo'ladi. Eshitmak, ko'rmagi beshubha-yu rayb. O'sha narsalarning hammasini eshitmog'i va ko'rmog'i beshubhadir, begumondir. Erur birdek hamisha zohiru g'ayb. Alloh taologa zohiru g'ayb, ko'rinib turgan va ko'rinmay turgan narsalar, bizga nisbatan ko'ringan, ko'rinmagan narsalar Alloh taologa birdekdir, ochiq ko'rinib turadi. Endi yana bir narsani bilginki, eshitmak, ko'rmagidir qudratidan. Eshitishi, ko'rishi u qudratidandir. Quloqdan, ko'zdan emasdir. Buni yaxshi bilgin, ey tan deyapti. Quloq, ko'z bandaga hojat erur bas, Xudo hech qaysisining muhtoji ermas. Quloq bilan ko'z bu bandaga hojat bo'ladigan narsa. Bandaning ehtiyoji bu. Quloq bilan ko'z eshitish uchun. Xudoni aytdik, yuqorida ham aytdik. Behojat, g'ani deb. Xudo hech qaysisiga muhtoj emas. Xo'p. Yangi masalani o'rtaga qo'shib ketadilar. Ro'yatulloh masalasini inshaalloh mana shu yerdan davom ettiramiz. Sifat bobi ham yana davom etadi. Alloh taolo hammamizga ilm nofi bersin. Haqni sobit qilsin va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.